Radio intervyu. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon Aliyev. Avvalambor farmon qabul qilingunga qadarli bugungi kundagi arxivlar to'g'risida gapirar ekanmiz. Bugungi kunda arxivlar nafaqat tarixiy merosni saqlovchi, balki raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy axborot markazlariga aylanib boryapti. Butun dunyoda mana shu tendensiyani kuzatishimiz mumkin va ular fuqarolar va davlat idoralariga tezkor, shaffof va ishonchli axborot xizmatlarini ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi tizimida bugungi kunda 3 ta O'zbekiston milliy arxivlari, 14 ta arxiv ishi hududiy boshqarmalari, ular tasarrufida 101 ta davlat arxivlari, 106 ta shaxsiy tarkib xo'jalik hisobidagi shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyat ko'rsatyapti. Va davlat arxivlarida hozirgi kunda 16,3 million saqlov birligida arxiv hujjatlari mavjud. Ulardan 9,4 million saqlov birligidagi Milliy arxiv fondiga tegishli doimiy muddatda saqlanadigan hujjatlar hisoblanadi. Eng qadimgi hujjatlar bular O'zbekiston Milliy arxivida saqlanib kelayotgan Ismoil Somoniy tomonidan 868-yilda tuzilgan vaqf hujjati, 9-asrga oid hujjat bo'lib, bu hujjatda Markaziy Osiyodagi eng qadimgi yozma manbalardan hisoblanadi. Vaqf hujjatlari kolleksiyasida hozirgi kunda 1597 ta yig'ma jild mavjud va ular Buxoro, Xiva, Toshkent, Samarqand, Hirot, Balx, Makka, Madina kabi shaharlarga oid bo'lgan axborotlarni ham o'z ichiga oladi. Arxivlarimizda shuningdek Xiva xonlari devonxonasi, Buxoro amirligi Qushbegisi devoni, Qo'qon xonligi arxivi kabi tarixiy manbalar, fondlar saqlanadi. Jumladan Xiva xonligi arxiv hujjatlari va Buxoro amirligi Qushbegi mahkamasi hujjatlari UNESCOning Jahon xotirasi xalqaro ro'yxatiga kiritilgan. Endi kinofotofon hujjatlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, kinofotofon hujjatlar milliy arxivida Xudoybergan Devonov, Rum Vildanov kabi ijodkorlar tomonidan olingan 1905-1907 yillarga oid noyob bo'lgan foto va video kadrlar saqlanyapti. Eng qadimgi fotosuratlar 1860-yillarga tegishli bo'lib, ularda Toshkent shahar ko'chalari, me'moriy yodgorliklar, turli shaxslar aks etgan. Va arxivlarimizda hozirda matnli, qo'lyozma, kino, video, foto, audio, xarita, sxemalardan iborat bo'lgan turli shakllardagi hujjatlar saqlanyapti va ular arab, fors, eski o'zbek va rus tillarida yaratilgan milliy madaniy boyligimizni ajralmas qismi hisoblanadi. Amaldagi raqamli transformatsiya jarayoni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda arxiv sohasida raqamli transformatsiya jarayoni izchil amalga oshirilyapti. Shu maqsadda 8 ta axborot tizimi joriy etilgan va bugungi kunga qadar 1,2 million saqlov birligidagi 95 million kadr hujjat raqamlashtirildi. O'zarxiv agentligi tomonidan eng ommabop bo'lgan 10 turdagi arxiv xizmatlari 100% raqamlashtirilib, fuqarolarga onlayn tarzda taqdim etilyapti. Elektron o'quv zali orqali tadqiqotchilar hujjatlardan masofadan turib foydalanish imkoniyatiga ega. doc.archive.uz orqali yoki kinoportalimiz online.archive.uz orqali bu hujjatlarni ham olish imkoniyatiga ega. Xalqaro hamkorlik bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 2003-2025 yillarda AQSh, Rossiya, Turkiya, Koreya, Misr, Qozog'iston, Polsha, Isroil, Vengriya, Belarus, Ozarbayjon, Tojikiston va boshqa bir qancha davlatlar bilan arxiv sohasida 20 dan ortiq hamkorlik bitimlari imzolangan va mana shu hujjatlarimiz imzolanishi natijasida so'nggi yillarda 26 mingdan ortiq hujjatlar ular O'zbekistonga qaytarildi. Xodimlarimizni malakasini oshirib borish, ularni bugungi talabga javob beradigan arxiv xizmatida ishlashlari uchun hozir yuridik kadrlarni qayta tayyorlash institutida maxsus o'quv kurslari mavjud. Biz bu yerda dars berib kelamiz yosh idoraviy arxiv yoki davlat arxivlari xodimlariga. O'zbekiston Milliy universitetida va Axborot texnologiyalar universitetida arxivshunoslik va elektron arxiv yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, joylarda viloyatdagi universitetlarda ham aynan arxivshunoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Shu bilan bir vaqtda o'zida O'zarxiv agentligida mana axborot xizmati 2019-yilda yo'lga qo'yilgan to'liq va ana shu orqali jamoatchilik bilan doimiy muloqotlar olib borilyapti.
Endi yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, 2025-yil 24-noyabrda yana bir tarixiy jarayon yuz berdi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentini arxiv ish sohasini raqamlashtirish va sohada boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon imzolandi. Endi farmonning asosiy maqsadlari nima? 2030-yilgacha bir nechta strategik natijalarga erishish belgilab berildi. Jumladan bu Milliy arxiv fondi hujjatlarini 60% raqamlashtirish, keyingi davrlarda raqamlashtirish ko'rsatkichini 100% ga yetkazish, elektron xizmatlar ulushini 100% ga yetkazish, xizmat ko'rsatish muddatlarini esa kamida 3 barobarga qisqartirish va 2026-yil 1-iyundan o'sha hozir men aytib o'tdim, bir nechta axborot tizimlari, jumladan 8 ta axborot tizimi faoliyat yo'lga qo'yilgandi. Aynan mana shu 8 ta axborot tizimi asosida yagona milliy arxiv axborot tizimini joriy etish belgilab berilgan. Mana shu platforma orqali, ya'ni shu axborot tizimi bilan arxiv sohasida yagona raqamli muhit yaratiladi. Barcha jarayonlar markazlashgan elektron platforma orqali amalga oshiriladi. Yangiliklardan, ya'ni hozirgi holatimizda umuman bizda hali mavjud bo'lmagan texnologiyalardan biri joriy etiladi. Farmonga ko'ra, ya'ni davlat arxivlarida saqlanayotgan alohida qimmatli va noyob hujjatlar harakatini avtomatlashtirish maqsadida RFID radiochastotali identifikatsiya texnologiyalari joriy etiladi. Bu ko'rinishda o'sha har bitta hujjatlarga maxsus yo raqam berilishi yoki bu yerda maxsus chiplar ishlatilishi nazarda tutiladi. Bu texnologiya nima beradi bizga? Bu texnologiya hujjatlarni harakatini real vaqtda kuzatish, saqlovxonadan o'quv zaliga, o'quv zalida yana qaytib saqlovxonaga qaytishi masalalari, noqonuniy ravishda yo'qolishi, qandaydir ungalarga ziyon yetishi, o'g'irlanishi kabi holatlarni oldini olish va hisobdorlik, ya'ni bizda o'sha arxivlarimizda mavjudligi va holati o'rganib boriladi. Demak, bu yerda qo'shimcha ravishda yana elektron tarzda bu hisobdorlikni oshirish imkoniyatini beradi va 2026-yil 1-iyundan RFID texnologiyasi milliy arxivlarda majburiy tarzda qo'llaniladi. Davlat arxivlari funksiyalarini ham elektronlashtirish masalasi farmonda alohida belgilab berildi va unga ko'ra 2026-yil 1-avgustdan bir qator asosiy arxiv funksiyalari to'liq elektron tarzda amalga oshiriladi. Bular nimalar? Milliy arxiv fondi hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish funksiyasi elektronlashadi. Yig'ma-jitlar, bu yerda endi Milliy arxiv fondi hujjatlarining davlatga tegishli qismi bor, davlatga tegishli bo'lmagan qismi bor. Har ikki holatda ham davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasi elektronlashadi. Yig'ma-jitlar ro'yxatini tuzish, rasmiylashtirish, tasdiqlash, arxiv hujjatlarini qabul qilish va foydalanishga berish funksiyalari, korxonalar qayta tashkil etilganda hujjatlarni huquqiy vorislardan saqlashni kelishish, davlat organlari va tashkilotlarda arxivga topshirish lozim bo'lgan yagona ro'yxatni shakllantirish. Bu jarayonlar raqamlashtirish orqali shaffoflik oshadi va ortiqcha qog'ozbozlik bartaraf etiladi. Endi mana farmon e'lon qilingandan buyon bir qancha ommaviy axborot vositalarida bosh sarlavha sifatida berilyapti. Ya'ni O'zbekistonda shajara axborot tizimi joriy etiladi degan sarlavha bilan juda ko'p ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda, jamoatchilik orasida keng tarqalyapti. Darhaqiqat, o'sha 2025-yil 24-noyabrda qabul qilingan 228-sonli farmonga ko'ra 2026-yil, ya'ni yangi yil 2026-yil 1-sentyabrda O'zbekistonda shajara axborot tizimi ishga tushirilishi farmon bilan belgilab berildi. Bu tizimning asosiy maqsadi nima? Bu tizimning asosiy maqsadi birinchi navbatda fuqarolarga o'z oilaviy shajarasini va bu narsa qiziqtirsa etnik ildizlari haqidagi ma'lumotlarni bitta platforma, ya'ni elektron platforma orqali qulay, tez, ishonchli tarzda taqdim etishdir. Yaratilishi rejalashtirilayotgan yaratiluvchi tizimning maqomi va funksiyalari jahonda Family Search, MyHeritage kabi yirik genealogik portallar bor, servislar bor. Mana hozir Tataristonda, Qozonda bizni o'sha O'zarxiv agentligi delegatsiyasi so'nggi 2 yilda 2 marotaba borib o'rganib kelishdi. Yodgor degan ma'noda Yodgor portali ishga tushgan. Xuddi mana shu Family Search, MyHeritage kabi Yodgor kabi portallar tajribasiga mos ravishda bizda ham ana shu shajara axborot
tizimi tashkil etishi ko'zda tutilyapti. Shajarani o'sha markaziy tamoyili turli manbalarda saqlanayotgan arxiv ma'lumotlarini yagona elektron bazaga birlashtirish, bu yerda o'sha fuqarolarimiz, qiziquvchilar demak ana shu portalga kirib ma'lumotlarni olishi uchun FHDYoning yagona elektron arxivi bor bu yerda oldindan bu xabarlaring bor. Fuqarolik holatlari, downloadnomalari, yozuvlari, bu yerdagi ma'lumotlarni raqamlashtirish, yagona elektron arxivini yaratish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Davlat arxivlarida hozir raqamlashtirish jarayonlari bo'lyapti va idoraviy arxivlardagi hujjatlar asosidagi axborotlar integratsiya qilinadi. Bu manbalar nafaqat o'sha zamonaviy FHD yozuvlari, balki qadimgi davrdagi yoki eski davrdagi bo'lishi mumkin 1917-yilga qadar arabiy, forsiy va turli yozuvlardagi yuritilayotgan salnomalar, aholini ro'yxatga olish kitoblari, shajara daftarlari, qanaqadir mahalliy hukumat hujjatlari orqali topilishi mumkin. Ichiga oladi va tizim aynan mana shu ko'p qatlamli hujjatlar bazasi orqali fuqarolarning shajarasini tarixiy davrlar bo'yicha izchil o'rganishga ko'maklashadi. Endi xalqaro genealogik platformalardagi kabi O'zbekistonda ham avtomatlashtirilgan qidiruv algoritmlaridan foydalaniladi va fuqarolar my.gov.uz yoki davlat xizmatlari portali orqali ham murojaat qilishlari mumkin bo'ladi va ana shu shaxsiy ma'lumotlar asosida arxivlar o'rtasida elektron solishtirish amaliyotini boshlaydi. Tayyor natija elektron shaklda interaktiv genealogik qandaydir bir daraxt yoki PDF ko'rinishida elektron olishi mumkin. Ya'ni portalda o'sha kirayotgan fuqaro OneID orqali tizim orqali kirar ekan, uni shaxsiy kabineti yaratiladi. Ana shaxsiy kabinetida birlamchi ma'lumotlardan boshlab keyingi asta-sekinlik bilan to'liq ma'lumotlari shakllanib boradi. Fuqarolarimiz uchun yaratilayotgan yana bir yengillik bu o'sha farmon bilan arxiv xizmatida ortiqcha talablarni bekor qilish va xizmatlarni tezlashtirish ko'zda tutilyapti. 2026-yil 1-maydan bir nechta hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Jumladan muddatlar ham, ya'ni bir qator xizmatlarning muddatlari sezilarli darajada qisqaradi. Jumladan mana xorijga vaqtincha olib chiqish ruxsatnomasi 15 kundan 5 kunga, yo'qolgan yoki buzilgan mehnat daftarchasini tiklash 20 kundan 10 kunga, ta'lim olganlikni tasdiqlovchi ma'lumotnomani olish 5 kundan 2 kunga, elektron nusxa olish, raqamlashtirish 3 kundan 1 kunga qiziqtiryapti. Va eng asosiysi, prezident farmoni arxiv sohasida katta tizimli o'zgarishlar uchun huquqiy asos yaratyapti. Sohani to'liq raqamlashtirish, xizmatlarni soddalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun yangi bosqichga olib chiqadi. Va bu islohotlar natijasida o'ylaymizki, arxiv hujjatlarining saqlanish xavfsizligi oshadi, fuqarolarga xizmat ko'rsatish tez, qulay, sifatli va shaffof bo'ladi. Tarixiy ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati sezilarli darajada kengayadi va arxiv boshqaruvi yagona raqamli tizim asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon Aliyev. Radio intervyu.